Azizlar, biz sizga yanada xush kayfiyat ulashadigan manzildamiz, u ham bo'lsa sizga sovg'a salom ulashadigan nuqtamiz. Demak, bizning sadoqatli muxlislarimiz o'z sovg'alarini qabul qilish arafasida. Omadli tomoshabin nominatsiyasi bugun kimga nasib etar ekan va kim ushbu televizorni qo'lga kiritar ekan? Buni bir necha soniyalarda bilib olamiz. Hamma ishtirokchilarimizga omad degan holda ushbu televizorimizga e'tiboringizni qaratishingizni so'rardik. Tasodifiy raqamlar generatori orqali bir nafar Meni Yurtim telekanalini omadli bo'lgan tomoshabinni aniqlab olamiz. Xabaringiz bor, har hafta, har kuni biz sovg'a salomlar ulashib boryapmiz va bugun biz televizor egasini aniqlash arafasidamiz va hafta boshida siz texnika to'plamini qo'lga kiritgan muxlisimiz bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa televizor egasini raqamlari aniqlanmoqda. Demak, 95 kodi orqali 40 88 87 demoqchi edim, bitta o'tib ketdi bu yoqqa. Bekorga tasodif deyman do'stim. Chin yurakdan tabriklaymiz g'olibimizni va bir necha soniyalarda bizga g'olibni to'liq ma'lumotlari kelib tushadi. Ushbu aksiya haqida endi xabar topayotgan yoki bo'lmasam endigina bizni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqdagi muxlislarimiz yoki bo'lmasam televideniya orqali ko'rayotganlar albatta bu haqida bizda alohida, ya'ni aksiyada ishtirok etish shartlari haqida video lavha tayyorlangan. Uni tomosha qilsangiz to'liq tushunib olasiz. Va tezkor xabar bizga yetib keldi. Demak, g'olib qadrdonimizning ismlari Maftuna, familiyalari Saliyeva, ularning istiqomat qiladigan manzillari esa Farg'onada. Biz hozir Farg'onaga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. 192 ballni qo'lga kiritgan ekanlar. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Ball shunchaki bizni 16:00 dan 18:30 ga qadar ko'rishingiz bilan yig'ish mumkin emas, balki u havolani do'stlaringiz bilan ulashsangiz ham sizga ballar kelib tushadi. Demak, har kuni belgilangan vaqt oralig'ida siz ekranda ko'rgan raqamlaringizni botga taqdim etishingiz kerak. Ballingiz nechi bo'lishidan qat'iy nazar g'olib bo'lish ehtimoli bor bo'lgan ishtirokchilarimiz ro'yxatidan o'rningizni egallashingiz mumkin. Hozir esa biz Maftuna bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ylayapti, kutgandim sizlarni. Ular omon-omon ko'ryaptilar. Shuncha kutgan bo'lsangiz, nega darhol qo'ng'iroq qilganimizda ko'tarmaysiz? Endi qo'yib qo'ymoqchi edim u. Aka, yaxshimisiz? Rahmat Maftuna, yaxshimisiz? Siz so'rashyapti. To'y xayrli bo'lsin. Bundan da xayrli to'y bo'lmasa kerak. Sovg'a bilan boshlangan kun baribir boshqacha. To'g'rimi Maftunaxon? Voy, hammaga jo'natdim. Bir qilgina ayollar ishonmasa firibgarlik deb tashashdi tanishlarim hammani qo'shni yurib o'zim azob chiqdim. Qoyil. Mana isbotini ko'ryapsiz mehnatlaringizni. Yutamiz deb. Kattakon rahmat. Va bugun siz yutdingiz, tabriklaymiz. Yaqin insonlarni, oila a'zolarini ham tabriklab qo'yishingiz mumkin va televizorni qabul qilgandan keyin Mening Yurtim telekanaliga sozlab qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Kattakon rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. O'zlaringni ham. Ular hayajondalar va biz ularning hayajonli lahzalariga chin ma'noda sherikmiz. Aziz qadrdonlarimiz, agarda siz ham Maftunaxon singari g'olib bo'lishni istasangiz, qonun qoidalari bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, ushbu videorolikka e'tibor qarating, u yerda batafsil aytib o'tilgan. Siz ham g'olib bo'lishingiz mumkin.